Dünyada en yaxşı, en kıymetli en güçlerimiz var deb turuqluq, biz onun kıymetini bilmeymiz. Kur'an-ı Kerim bizning hayotlik dasturimiz ve bizninki Allah Taala bizga ato qilgan en kıymetli en güçlerimiz. Biz ko'p vaqtlarda Qur'on Karimga yoki tilovat qilishda yoki uningga amal qilishda uning haqqini to'liq ado qilolmaymiz-da. Bir mahallada Ramazon kepti. Bir aile şu imamni nimaga iftorga chaqiribdi-da. Hamda bu jamoatni hammani chaqirib bo'lmasaqmi, imamni o'zini iftorga chaqirib savob olayli deb iftorga chaqiribdi. İftorni qiplab o'tirgandan keyin bu uyninki egisi do'stug'anni yig'ishtirish bilan mashg'ullab qolibdi. Shu arada deraza uchi qo'yganiga bir shamol kelib, ustalning tepasida bir siqim pul bor ekan, o pul yerga chechilib ketibdi, shamol uni uchib o'tibdi-da. Imom uni darhol hammani yig'ib, tamg'i esib qo'ygan Qur'on Karimning ichiga sep qapti. Sep qo'ydi ekan, shuning bilan uyning egisi kirdi, duoni qilib chiqdi ekan. Chiqatgandan keyin bu uyning egisi Sohibxon bu pulni izlaydi. Pulni izlay hech qanday yerda topolmaydi-da. Topolmay bu yerga imomdan boshqa ziyod odam kirmagan tursa, qanday gap bu? Imom o'g'ri ekan deb imomga qarata ko'z qarashi yaxshi bo'lmabdi. Bir yilgacha imomning oqsida namoz o'qibdi, hamda majburiy, biroq imomni faqat yaxshi ko'rmabdi-da, o'g'ri imom bu deb. Shuning bilan keladigan yili kelgan vaqtida qoida bo'yicha yana hamma odamni qilib qolmay deb hamda navbat bo'yicha imomni yana iftorga chaqirib qapti. Chaqirgandan keyin shunda o'tirib, imom iftor qilib o'tirib, shu nimadagi Qur'onga ko'zi tushibdi-da. Darhol esig'li Qur'onni olib ichini ochsa, ichida aşı qap qo'ygan, o'tgan yil qap qo'ygan pul ichida ekan. Pul chiqqandan keyin shuni olib imomna deb bir aram bo'lib ko'z yoshi to'kapti-da. Bu uy sohibi endi men shunda imomni yomon gumon qilganimni bilib qilib, shun qap bo'lganmi-to deb kechirishlarim ne deganki, yo'q, siz mening bilan munosabat yo'q. Ammo biz musulmonlar bir yilni yanqisa Qur'on Karimni mening ulug' kitobim bor deb uyimizga esib qo'yib, bir yilni yanqisi bir varaqlab ko'rib boqmasak, buniga amal qilmasak, tilovat qilmasak, qanday biz hujunning ichiga ching oltinni silib, ko'tarib yurgan qalandaga o'xshab qolibdimizgo bizning ahvolimiz deydi ekan. Shuningdan keyin bu odamni imom to'g'risida yomon gumonda bo'lganligiga qattiq pushaymon qilib, xijil ulab ketdi ekan.